Ammo pulni bir-biriga urishtirsalar ko'payib ketaver ekan. O'zimni biznesmen aka-ukalarimga bugun Gezekdagi dag'i bir o'ta so'nun tayyor biznes plan, ya'ni ushbu ishlab kelayotgan muruntan bor, so'da bor, ya'ni tayyor pomidorlarimizni bugun sizlarning xizmatingizga bugun sotuvga chiqardi. Do'stlar, meniki ham qarang, dollarlarga aylanib ketsin. Assalomu alaykum o'zimni do'stlarim, hurmatli mekendoshlar, baringizlar omonsiz. Valsat Kechi kanalimizdan o'ta cho'ng, o'ta so'nun jangliqda ustiga keldik do'stlar. Biz hozir Qirg'iziston o'z-o'zini Qashqar qishlog'ining o'dajog'indagi Qizil Menet aylini do'stlar yo'lda bo'yda bu tomonda bo'lsa Qizil Menet maktabiga bir duval qo'shni bo'lib joylashgan Muruntan, ya'ni o SSRdan ishlab kelayotgan magazin atindagi magazin do'stlar. Ushbu 200 kvadratli imoratimizni orqasida 10 sotilik, ya'ni qizil kitoblari bilan ushbu dokumentalniy do'stlar, snoska vash aralashmagan do'stlar, ushbu tayyor biznes, ya'ni savdo borborimiz bugun sizlarning xizmatingizga bugun sotuvga chiqib qoldi do'stlar. Biz arenda bermaymiz, buni sotamiz do'stlar. Buni olasizlar, sizlar xudo olasa bemalol arendaga berib bu yer ishlatsanglar bo'ladi. Bu tomon do'stlar magazinimiz, ya'ni oldindan va hozirdan ham mana magazin bo'lib ishlab kelayotgan, o'zini juda ham ko'p klientlarga ega bo'lgan tayyor magazinimiz. Bu tomonda bo'lsa do'stlar tayyor kafega moslangan kafelarimiz va uni orqasida 10 sotilik, ya'ni samovarga mos biznes joylarimiz va bundan tashqari yashashga juda ham yaroqli bo'lgan uylari bilan do'stlar shunaqa tayyor planimizni bugun sizlar xizmatingizlarga bugun sotuvga chiqardik. Telefon nomerlarini poli mana opisiyaga qoldirdim. Hozir so'z bilan endi aytib qo'yamiz. Bu yerda mana tayyor hozirda ishlab kelayotgan mana magazinimizda 10 bor ekan, hamma sharoitlari bor. Kelib bemalol ish qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari shu magazinimizning o'zini mana ko'ryapsizlar, yotoqxonasi, отдельный joylari bor ekan. Bu yerda konditsionerlar bilan sizlar bilan birgalikda qani orqa tomonlarga o'tib ko'ramiz, nimalar bor ekan bu yerda. Xo'p, zalimizda yana bir отдельный o'zi bir yotoqxonasi bor ekan do'stlar. Hamma sharoit bor. Bu yerda maza qilib mana biznes qilib, ham bu yerda yashab, mana shunaqa yaxshi imkoniyat bo'lyapti. Puli bor akalar mana shashilib qo'yinglar. Shashilmay tursalar, bu tomonda kafelarimiz ham o'rnlar bor ekan, bir qator ko'zdan kechiramiz. Bu yerda razmerlari juda ham katta va remontlari ham o'rta yaxshi holatdagi, shunaqa sharoitga ega bo'lgan ikkita katta xonamiz bor ekan do'stlar. Ko'ryapsizlar. Endi orqa tomonda shunaqa bir samovarlarga moslangan shunaqa bir katta, keng ko'lam, ya'ni bog'larimiz ham bor ekan. Hammasi dokumentalniy holatda. Ko'ryapsizlar, dokumental qizil kitoblari bor. Hozir bir qator ko'rsataman. Snosga umuman aralashmagan holatdagi mana tayyor, ko'ryapsizlar. Xo'p, kirganimizda bu yerga juda ham yashashga yaroqli bo'lgan o'zimizning uychilik oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari bor. Bundan tashqari bir ofisni qilib mana katta mehmonxona, ya'ni zalni ham ko'rsanglar bo'ladi. Remontlari ham juda ham chiroyli va oxirgi qiyqiriq modada, ya'ni zo'r remontdan chiqqan do'stlar. Men tushunishim bo'yicha bu yerda biznes qilib, kafelar yurgizib, magazinlarni qo'yib, bu yerda o'zingizlar ham qo'shilishib birga yashayveradigan mana uy siyaqti do'stlar, uyimiz bo'lyapti. Bu yerdan chiqqanimizda dushovoylari bor, aristonlari, sovuq suv bilan ataplarni hamma sharoitlarni qilib qo'ygan ekan. Do'stlar, bu imoratimiz o'zi 200 kvadrat bo'lyapti. Bundan tashqari qo'shimcha yana 10 sotilik yeri bor ekan. Muruntan bu yer choyxona bo'lib ishlab kelgan ekan. Buni yana bitta restavratsiya qilib, stroyka qilib bu yerda katta bitta, ya'ni choyxonamiz, ya'ni samovarimizni ham o'rnatib ishga yurgizib yuborsanglar bo'laveradigan do'stlar. Shunaqa zo'r imkoniyat bo'lyapti. Qaysidir bittasi peshanasi yoltirilgan do'stlar. Do'stim, bitta do'stimizga nasib qilaman. Puli borlar, pulini aytaymi do'stim, ko'p kutirmasdan, ha. Puli ammo o'ziga qaraganda vallohu alam yaxshi narx bo'lyapti. Qaranglar, srochniy bunday 420 ming dollar do'stlar, 420 ming dollar, ammo kami bor. Ya'ni gaplash yo'llari bor. Endi 420 ming desam, 420 mingga kelib olmaylar do'stlar. Kamini so'raylar, qo'lini ushlaylar, kesinglar, xudo olsa mana kelishib olasizlar. Bu yerda shu oldindan ishlab kelgan samovarlar bor ekan. Endi bu yer quruq yer o'rnida bo'lyapti. Buni ham bitta restavratsiya qilib olsanglar, bu yerdan bitta xot ochasizlar, tashqarida отдельный garajlari ham bor ekan. Hamma sharoitlari bor. Bu yerda do'stlar bitta samovar qilib ishlatsanglar, ammo og'irroq, vashshe maza ekan. Qani sizlar bilan birgalikda kafeda onlarni ham bir qator ko'rib qo'yaylik, do'stim. Qani yering. Do'stlar, qiziqqanlarga telefon nomerlarini ham og'zaki aytib qo'yay. 0550 05 01 48 0550 05 01 48 do'stlar, shu nomerlarga kengayra qarasangizlar bo'ladi. Magazin joqdan chiqib turib, endi so'l joqdagi, ammo yaqinda ham o'zining ishini olib borar ekan. Ya'ni bu yerda somsaxonamiz, ya'ni kafemiz bor ekan. Ya'ni bu yerda tandirlar bilan bu yerga kirganimizda hamma sharoitlari bor. Shunaqa kafega moslangan, hamma uyda qizil kitoblardan tashqari razishinlari, kafelarga, magazin razishinlari ham olingan ekan. Bu yerda va shu kafe siyaqti ishlab kelayotgan, bu yerda yopiq xonalari bilan hamma sharoitlari bor. Ushbu oshxonamiz do'stlar. Eng qizig'i, shu dokumentlari toza bo'lyapti. Hamma Muruntan o'zini klientlariga ega bo'lgan, hamma tanigan, bilgan do'stlar, o'zimiz eski mana ish
ya'ni savdo bo'lib-bo'limiz bo'lyapti. Qani manzillarimiz bu tomonda mana Qashqar qishlog'i sentridan, ya'ni mana Qizilmehnat ayliga keldik. Ya bu tomoni aeroport tomondan tushganimizda Qizilmehnatda sentri yo'lni bo'yi bo'lyapti. Bu tomonda qizil rangli Qizilmehnat, ya'ni maktabiga bir devor qo'shni bo'lib joylashgan magazin atindagi, ya'ni eski o'zimizning magazin bo'lyapti do'stlar. Mana kelinglar, mana $420,000 deyildi. Xudo xolasa yana kami bor. Ha do'stim, yana kami bor. U yog'ini suylashib o'zi bilan kelsanglar, gaplashib olsanglar bo'ladi. Hammamiz ham shunaqa zo'r joylarda olib, pullar urishtirib, ha do'stim, bir-biriga hammamiz shunaqa ishlatishni nasib qilsin do'stlar. Hammanglarni kutib qolamiz. Alsatka kanali o'zeldin, jana sizning xizmatingizda.